Hürmetli Azatlık Radyosu'nun saytın qarawçılar, Ferit abi bizning saytqa tanish kishi, chunki biz aning shubhasiz IP pishirish turida endi xabar etgan edik, maxsus yozmalar, maxsus videolar taqdim etgan edik. Umuman mana sening bu ideyang, shubhasiz IPga kimdir kulib, kulimsirab qaragan, g'adatiy halga aylandi. Nindi hislar? Ben что-то мен hislar zo'r endi, конечно. Hali Farid Efendi shashlangan endi. No, Farid Efendi ayda kel, bu ekmakni bek kerak bizga, ayda dunyo ko'lam jibarik degan hali aytgan kishi yo'q. Balki mana sen bitani motorlab tishlarin ishlay boshlaganing shektir. Bizga tilaklar bilan aning bitinay birda bor. No, bugungi kunda narsa deb aytaman endi bu. Bu savdo shiltarini aniq qo'yib bo'lmaydi. Birinchidan ne uchun deb aytganda, ol betini ol tig'iz. Bizning xalq ko'nikkan tigi qisib qarab tigi kubik shekilli ipiga, shu betinde. G'imir-g'imirga bir 30 yil почти, наверное, kubik ashibimiz betini. Buni balki ko'proq siylarga kerakdir, chunki bitini tozartmay, oshqozondan foydali. Shu endi ol tozartmay, bunda betini tigi ilanmagan orishini mana endi u. Ilanmisha shu elekka biringicha bunday tigi aylantirib, shvoytirib tortilgan endi mana tegirman ana endi bu. Tegirmanini ilanmagan shu, mana shundan ishlangan. Aning bitin tigi mikrolimitlar o'zida qoladi. Baxtlilarga shunday milliy savdo o'zaklarini hali taqdimlar ko'rinmaydi. Baxtli bekitishtirikli ol. Anda birinchidan tigi retro bonuslarning ana so'ng ko'pindan butun narsalar. Anarson so'rovtu hozir bitni Ramazon oyi ko'p kishi urasada. Biroq mening hozir постоянный доставка yasamayman endi men. Ana butun narsa tigi halal rizq ashlovchilar. Anda Rio, tag'in значит, xizmat kollektivlari shu tigi Azinalarga maxsus ketirasiz. Maxsus, вот hozir men yasam atnaga 3 taqir dostavka bo'lar endi. Ular shuni atnaga 1 taqir qilar endi. Mana hozir qanday sen bayasi? 100 so'm tura. 100 so'm. Ha, mana hozir degan ne o'sib ketdik men shu dunyodan qolib bo'lmaydi. No, стоит того дистанка, потому что ол ko'garmay, ол iskirmay. Milliy rizq deb aytib bo'ladimi? Milliy rizq sotuvchi bo'laroq. Ол татарның иң меңли rizqi bu. Татарның qanoti ol butun dunyoning milliy rizqi endi bu. Bu betinde mana bundan da biygirek ipmak yo'q. Ник десәгез, монда o'zi tigi tabiat qo'shgancha-da, Xudoy taolo deb aytsak tayyor. Он bilan sudan gina qo'shilgan. Bunda bir nindi boshqa modda yo'q. Bu aning ta'mida shunga ko'ra bu tigi o'zi tabiat ta'mi. Shunga ko'ra mana nechik shunday bo'larga tegish deb aytaman endi men. Вот shuluq ta'minda bunda bir nindi tigi ulchetilda yo'q, krasitelda yo'g'anda bir narsa yo'q. Farid abi, shundoqda nindi tilak mana ishmakar bo'laroq, ishquvor bo'laroq nechik ko'rgatlaring o'zingning sotuvini? Mana bunda qiymat pishiralar mishda. Shu bitni bizniki ol. No bunda yo'q ekmak erta. Men rahatlanib, конечно, mana bunda bir nida pekarni ham qo'yib, shoytirib pishirib yotiring. Oshab rizqi to'dirgan men misol. Mana bitni ekmakda konservant yo'q, bunda yo'q konservant. Shu bit. Bunga xalq bit yashagan xalq konservantsiz. Вот shuni bugungi kunlik rizq. Mana bugun pishirdim, bugun oshading. Вот shu. Hozir tagi davanilar ne pishirmaylar. Anilari pishirmay. Bolalar конечно pishirmaydi. Shunga ko'ra o'tkamdir alarga tegish istina. Shu bitindi. Bulg'arga aytib taqdim bo'lmadimi so'ng? Bulg'ar jaraq bayt ol. Jaraq? Manda bo'lsa joylaraq bo'laysan. Конечно joyda bo'lar. Manda hali birinchidan o'ng'ana to'g'il. Потому что Vitaliy mening ana Baboshkin fartuq degan торговый marka ishladim men. Жаңадан Devati degan so'zda bor ana. Жаңадан aning ikki diviziya bor. Tatarcha ruschab yozasizmi ularga? Ular yozilacak ol. Ol singa aylanib kelib jetgandan so'ng endi mana bu. Ol boshqa bek zo'r ma'nolar bo'lacak. Yanda bu ekmek erta degan yerda anda ekmekkina bo'lmayacak. Anda bo'lacak. Bu milliy rizq bizniki shulay. Qozilik. Shulay beting. Qozimi? Qozilik endi. Ashtam kontaktda Ashau 100 degan. Gruppa? Turkum? Ha, gruppa, da, gruppa. Bizning turkum bor. Bizning bor, no, Bizning yozasin. 6 kishigina пока участниклар endi. No, kirsinlar.